Günleriniz maktabda tugatganlaringizga 25 yil to'lishi munosabati bilan uchrashuvga taklif qilganingiz uchun katta rahmat. Endi inson hayotda birinchi bir yosh vaqtidan ong bo'lmaydi. Asta-sekinlik bilan 4-5 yoshga chiqqanda asosiy ong shakllana boshlanadi. Hayot esli bo'lsa. Mana maktab davri odamda eng bir yaxshi kunlardan birisi bo'ladi hayotimizda. Shu sinfdosh degan mavzu sizlarning mana 20 yil, 50 yilliklarni o'tkazganmiz. Hayotda eng bir yaqin odamim sinfdosh holatda. Hech kimga ayta olmaydigan gap so'zingni ayta olasan. Bu seni hurmat biladi, maslahat berishi mumkin. Umuman hayotda eng bir ishonchli, eng yaqin odamlardan birisi hisoblanadi. Shuning uchun mana hayotda o'z o'rningizni topgansizlar, mana bolalar hozir ishlarini sizlarda yutib bo'lsa bizlar quvonamiz. Shuni ishlab birgalikda. Hammangiz oila qurgansiz, hayotda o'rningizni topgansiz. Bundan keyingi ishlaringizdan katta omad tilayman, oilaviy baxt tilayman. Yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin. Menimcha hamma vaqtga sochim bo'lsin. Endi yillar o'tadi. Baribir sinfdoshim o'rnib qoladi. To'ylarda, yaxshi kunlarda, bolalarning to'ylarida qatnash hamma vaqt nasib qilsin. Hayotda hamma vaqt quvonch bilan yashashga tilakdoshman. Sog' bo'lsin, qo'ying.